Mobita Bantan Telegram kanali tomonidan O'zbekiston BTS Telegram kanali homiyligida o'zbek tiliga o'qirildi. Rang BTS 15-qism sizlar bilan dublajdaman daringcha. O'tgan qismda bo'lib o'tgan voqealar nima deb o'ylaysiz? Bizni ayg'oq qilishdi. 당신은 스파이가 BTS yugurishda davom etadi. BTSni ishga tushiring. 달려라. Hamma ovqat oldimizda. 앞에 나와 있어. 좀 맛있는 냄새. Bu yerda hamma narsa ajoyib hidga ega. Ovqat muhim, ammo josusni topish muhimroq. 스파이가 제일 중요하죠. 중요하다는 사실. Shuni unutmang, hamma hali ham bilmagan fikringiz bormi? Men hali ham bir ikki kishi deb o'ylayman. Men haqiqatan ham bilmayman. Siz-chi, men uchta fikrdaman. Bu g'alati bilaman. 3 ta ayg'oqchi bo'lishi mumkinmi? Jehod, Jin va Jungkook 3 ayg'oqchi. Menimcha, bu siz Jehod. Endi e'tiboringizni ayg'oqchilarni topishga qaratishingizni istayman. Birinchi davradagi o'yinlar jismoniy kuch bilan bog'liq edi. Ammo ikkinchi bosqichda esa sizning omadingiz va sog'lom fikringizni sinab ko'ramiz. Har safar g'alaba qozonganingizda boshqa jamoadan bitta taomni olishingiz mumkin. Men bundan biroz istayman. Nima? Kartoshkani biroz istayman. Bu haqiqatan ham bizda shirinlik yo'q. Men tovuq go'shtini xohlayman. Agar siz tezda ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, o'yinni boshlashimiz kerak. Birinchi o'yinda kichkinalar kattalarga o'zlari aytmoqchi bo'lgan gaplarni aytadi, lekin kattalar men tushunaman deb muloyimlik bilan javob berish kerak. Birinchi raundda kichkinalar g'olib bo'lgani uchun kattalardan kimdirni tanlash imkoniyatini beraman. 상황이 아니겠습니까? 제가 듣기로는 요즘 Eshimga ko'ra, Vinning Arimga aytadigan gaplari ko'p. 쌓인 게 많다고. Shu kunlarda. 먼저 나가시죠. Unday bo'lsa birinchi bo'ling, avval menmi? Xonadonlar o'rtasidagi jang. Siz har doim menga aytasiz, iltimos biroz jim bo'la olasizmi? Keling, kompyuterni o'chiraylik. Men o'chirib yotmoqchi edim, lekin siz hatto o'yin tugatishga ruxsat bera olmadingiz. O'chiring. Shundan so'ng men uni o'chirib qo'ydim. Lekin va sizga shoshiling ishim borligini aytaman. Bu paytda esa men kompyuterlarni o'chirmayman, buni bilasizmi? Tushunaman. Bu ertalab soat 5:27 da sodir bo'ldi. Men seni 6:10 gacha kutdim. Bu 43 daqiqa kutganimni anglatadi. Tushunaman. 43 daqiqa 60 soniyada nima ekanligini bilasanmi? Bu taxminan 2500 soniya. Shu vaqtning ichida bironta o'yin tugata olmaydingmi? Nega endi men seni qandaydir tomosha qilayotganingni, nimadir tinglayotganingni, televizorda nima ko'rayotganingni bilishim kerakmi? Tushunaman. Men uning hozircha tushunaman degan gapiga ishonmadim. Hurmat bilan aytaman. Tushunaman. Ko'zlaring kattalashib ketdi. Bu samimiy bo'lmadi. Tushunaman. Men bir qarorga keldim. 이 중재위원회로서 Bu 제가 딱 들었을 때 arena g'alabasi. 승리입니다. 이야, 그랬구나. Siz yutqazganingizni tan olishingiz kerak. Qo'llaringizni ushlab va bir-biringizni quchoqlang. Qilgan ishim noto'g'ri ekanligini bilaman. Men endi bundan buyon bunday ish qilmayman. 자, 빨리 안 그랬다. 나도 전화 좀 살살 할게, 태영아. 야, 땅땅땅 한번 해. Keyingisi kim? Keyingisi Jimin keling. 야, 왜 너랑 호비랑 Nega men? Jehod bilan bormaysiz? U bilan borsa yutqazaman-da. 나가야지. Nima endi tanlanganim uchun borishim kerakmi? Hammasi joyida. 지민아, Jimin, 너 men 사과할 sendan kechirim so'rashim kerak. Siz kechirim so'rashingiz kerakmi? 너의 Uyda bo'lmaganingda 집에 없을 때 너의 침대에 3 누워서 kun sochimni yuvmay, 머리를 yostig'imda 3일 동안 yotdim. 너의 베개에 문댔어. Sochlarimni yostig'imni hamma qismiga tegdi. Yana shunday qilmoqchimisiz? 물론이죠. Albatta. Tushunaman. Jin. 형한테도 고백할 게 Senga aytadigan gapim bor. 형한테도 고백할 게 있어. 뭔데? 네 외출복으로 Kir kiyimlarimni almashtirmay to'shagimda yotdim. Voy, Jin buni juda yomon ko'radi. 그렇구나. Tushunaman. U ishonchli chiqmadi, boshqatdan ayting. Tushunaman. 그렇지 않아요. 누울 수도 있지. 청소하면 Hammasi 되죠. joyida, bu sodir bo'lishi mumkin. Buni shunchaki tozalab olaman. 무슨 소리야, 형. Nega 지금 qo'llaringiz 열나서 sarib ketdi? Yo'q, bu yer issiqligidan jahlingiz yo'qmi? Yo'q. 너의 키는 Senga bo'yingni biz 작지 않다고 qisqa emasligini 얘기하는데 aytamiz. 너의 키는 굉장히 Ammo sen rostdan ham pastsan. 그랬구나. Men tushunaman. 난 형에게 다리가 Jin, menimcha sening oyoqlaring kalta emas, lekin oyoqlaring juda kalta. Tushunaman. 내 다리는 Qarasam rostdan ham oyoqlarim juda kalta.
Tushunaman. Jin Bitsdagi kaltayoqlari bilan tanilgan biz ham o'lchovlarni o'lchagandik. Jimin, sen mendan har doim so'raysan, men seni emasman, lekin men har gal so'raganingda sen cho'chqaga o'xshaysan degim keladi. Lekin men buni ayta olmayman, chunki sen meni xafa bo'lishingni xohlamayman. Jimin yutqazdi. Kechirasan, kechirim so'ramoqchiman. Yo'q, men bundan g'azablanmayapman. Men buni qilishim shart emas. Biz aloqa yutqazdik, to'g'rimi? Siz buni qilishingiz kerak. Muxlislar buni ko'rishni xohlaydi. Juda farishtaga o'xshaydi. Jehop, siz boshqa a'zolarga qaraganda o'z g'azablaringizni yashira olmaysiz. To'g'ri, Jehop g'azablanganda labi mana bunday bo'lib qoladi. Tushunaman. Sen har doim bizga nisbatan xushmuomalaman deb o'ylaysanmi? Sen har doim bizni jahlimiz chiqqanda o'yin qaroqlik qilasan. Tushunaman. Men dush qabul qilayotgandim va u eshikni ochdi. Keyin esa dedi-da, eshikni yopib shunchaki chiqib ketdi. Men nima bo'ldi ekan deb uni orqasidan chiqsam, u kir kiyimlarni meni xonamga sochib tashlagan va u yerda popkorn ham yegan va kosasini olmasdan chiqib ketgan. Hatto yig'ishtirib ham qo'ymagan. Bu mening odatim. Tushunaman. U tishlarni yuvish uchun xonamizga kiradi. Hattoki meniki bilan bir xil shotkani olib keladi. Bu esa meni rosa jahlimni chiqartiradi. Keyin shotkasini men shotkam yonida qoldiradi. Bu esa meni rostdan ham jahlimni chiqaradi. Bu men emasman. Men Jehov nima deyishini haqiqatan ham bilmayman. Rostdan ham unga hech qanday shikoyatim yo'q. Jungkook juda ham zo'r. Quchoqlab tugatamizmi? Shunday qilib, kattalar jamoasi g'olib jamoa, to'g'rimi? Xohlaganingizni oling. Agar ushbu o'yinda g'alaba qozonsangiz, ularda faqat kimchi qoladi. Kartoshka bilan kimchi yeyish mumkin. Tushunaman. Keling, keyingi o'yinga o'tamiz. Ikkinchi o'yin bu omad va faqat omadli bo'lishda. Omadning so'nggi o'yini. Bular mandaqa narsa o'ynashadi. Uni o'rtada turgan odamchaga chiqib ketsa, kimdir pichoq tiqqanda yutqazadi o'sha jamoa. Jinhyun, keling buni qilaylik. Jimin bir raundda g'alaba qozonishi kerak. 자, 한 번에 되면 오. 아, 지금 느낌 좋아요. 아. 야, 긴장 넘친다 이거. 어이. 무서워. U oyog'ini ko'tardi, u hatto puma kiygan. 푸마예요? 야. Bu juda shubhali. 아, 긴장돼. 참 모델이에요. Jimin yana yutqazdi. 저 이번에 가겠습니다. 저는 Menimcha Jimin 지민 군이 제가 어떻게 qanday qilib men ataylab yutqazaman? 똑같은 사람 Xuddi shu odam tanlay olamanmi? Yo'q, men qilaman. 원래 Jehov har doim shunday o'yinlarda yutqazadi. Men bu borada juda yomonman. Bu g'alati emasmi? 아니야. Yo'q, hammasi yaxshi. Faqat ikkitasi qoldimi? Yo'q, 2 yoki 3 ta. 아, 처음이에요. Bu birinchi, faqat bitta noto'g'ri joy bor. Menga ham omad kerak. Menimcha bu safar yutqazasiz. Keling, almashtiraylik. 거기도 걸린 것 같은데요? 걸린 것 같다고? 안 걸렸다. Bu buzilganmi yoki shunchaki omadlimi? Faqat bittasi qoldi. Agar u chiqmasa, hech kim g'alaba qozonmaydi. 나 진짜 럭키가이다, 나 진짜. Menimcha Repon darhol yutqazadi. 혼자라 방치하는 거 아니야? 뿅 이러면서. 예, 확률이. 침착해야 돼, 침착해. 쎄한데 이거. 응, 난 아니야. 응, 난 아니야. 뭐였어? Bu o'yin rostdan ham hayajonli. 있습니다.
Biz tovuq ganjiyonni xohlaymiz, tovuq ganjiyon. Bu turp emasmi? Nima uchun turpga o'xshaydi? 이게 칙칙해졌어. Endi 3-o'yinni boshlaymiz. Bu kichikchani eslaysizmi? 기억나십니까? 네. Bu Jehob nafratlanadigan o'yin. 바로 그 게임이죠. 네, 여러분들 이 게임 Ushbu o'yin qoidalari juda oddiy. Bu o'yinda to'g'ri kuchukda anaqasi suyak turadi, kimdir xatoni qo'ysa kuchuk tishlamoqchi bo'ladi. Mana shunaqa harakat qilsa, o'shaga yutqazadi. Jin keling, darhol boshlaylik. Nega meni tanlaysan? Hey, sen semirding. Tushunaman. 밑에 내려두세요. 아유 소리가 바뀌는구나. Sen juda 아 ahmoq. 진짜 잘 까운다. 와 진짜. 야 아주 예능인이. Namjon, men sizga qarshi chiqaman. Orimga g'alaba qozonish imkoniyati juda kam. 비주얼이 장난이 아니야. 야. 그러니까 마음이 아파요. Jinni omadi yo'q. 감사합니다. 스파이 진영 Jin josusmi? 진영 씨. 빅은 스파이 좋은데요. 아깝다. 스파이 아니야? U josusmi? 스파이 아니야? Nima uchun josus deyapti? Josus o'zini guruhini yutqazish uchun harakat qilish kerak. Nega juda sezgir? Siz josusmisiz? Biz tug'ilgan joyini qaytarib olamiz. 야 이것만 있으니까 확실히 비주얼이 사네. 완벽하네요. 다 붙었네. Ajoyib ko'rinadi, bu ham uncha yomon emas. Agar oyoqchini ushlay olmasangiz, barchangiz och qolasiz. Agar oyoqchini ushlasangiz, u hech narsa yemaydi, hammangiz ovqatdan tanovul qilasiz. Agar yutqasangiz, ovqat olishda oyoqchiga xushomat qilishingiz kerak. Oyoqchini tutsangiz, ovqat yeysiz, tutolmasangiz, u yeydi. Agar oyoqchi yutsa, hamma ovqatni yeydi, agar yutqazsa, yeya olmaydi, siz yeysiz. Keling, ayoqchini kim ekanligini aytaylik. Jungkook, V yoki Jin? Jungkook yoki Jin? Menimcha bu V allaqachon uchta o'ziga ega. Hozir ichida albatta kimdir kulib o'tiribdi. Men buni V yoki Hobby deb o'yladim, lekin oxirgi o'yindan keyin fikrimni juda ko'p o'zgartirdim. Menimcha bu Jehob yoki Jin. Ho'sob ekanligiga aminman, men hozir haqiqatdan ham ishonchim komil. Men buni V deb o'ylashimning sababi shundaki, u mening harakat qilayotganini his qilaman. U o'ynagan vaqt emas, o'rtasidagi muhimroq. V aktyorlik faoliyatini boshlagandan beri uni ayoqchi sifatida tanlagan bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Shuning uchun bunga harakat qilinmoqda. Hammasi Vini josus deb o'ylayapti. Agar bu men bo'lmasam, bu aniqsiz siz Ho'sob. Jehob bugun ko'p gapirdi. Men shunchaki o'yinlar yomon va qo'rqinchli narsalarni ham yaxshi bilmayman. 3-o'yin biz yugurib yurganimizmi? 6-tamizdan birinchi bo'lib men kirdim. Qanday qilib buni yaxshi eslaysiz? Bu sizning g'alaba qozongan yagona o'yiningiz bo'lgani uchunmi? Albatta eslayman, men birinchi bo'lib kirdim. Men 8 soniyada kirdim, siz 12 soniyada. Men juda ko'p o'yinlarda g'alaba qozondim, bu men bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, qaror qilaylik, keling ayoqchi kimligiga ovoz beraylik. 전 정국이요. 저는 호석이 형이에요. 진짜 나만 믿어라 진짜 이건. Shuga nega yo'q? Shuga ham ayoqni uch paytgacha bilmagan, hozir esa bilgani ketdi. 형 이렇게 크게 웃는 거 진짜 잘 봐요. Men senga gapirish imkoniyatini beraman. Ayoqchi kimligini bilsangiz juda hayratda qolasiz. Siz josusmisiz yoki yo'qmi? Bu men emasman. Ular ishonchim komilki, bu V deb aytishyapti. Hammasi ishonch bilan gapirishyapti. 3 gacha sanagandan keyin uni ismini ayting. 그 신명이 너무 차이가 나. 하나, 둘, 셋, 위.
당신은 스파이가 Men emasman, u josus emas. 하지만 여러분들 제가 한 번에 Bu safar to'g'ri taxmin qiling. Men sizga yana bir imkoniyatni beraman. Endi bu emasligini bilganimdan keyin men sababini ayting ekanligiga aminman. Chunki bu men emas. Chunki bu emasligimni bilaman. Bu men emas. Siz hazil qilyapsiz. Menimcha siz ayg'oqchisiz. Jinxun hozir juda bo'shashgan ko'rinyapti. Bu jin bu haqiqatdan ham u. Hey, bu yerda nima qilishni xohlaysiz? Hamma buni Jinxun deb o'ylayapti. Nega men tushunishim kerak endi? Jim o'tiraman-da. 자 지금 빨리 좀 하세요. 자 회장님이 Oxirgi ayg'oqchi Jungkook edi. Demak, prodyuser biz Jungkookdan shubhalanmaymiz deb o'ylashi mumkin. Shuning uchun Jungkook deb aytishimiz mumkin, lekin bu Jinxun. Ko'zlarimga qarang, ko'zlarimga. 당신은 스파이가 Men emasman. Jehop 스파이가 josus emas. 자 진영 방해하세요 재욱씨 아 진영 Har doim josus Jason quloqlari qizarib g'alati bo'lib ketdi. 한 게 당연한 거 아니야? 내가 1등을 했는데 전체 나 8초 받았고 10초 받았고 12초 받았고 맞잖아. Mana shu yerda rahmim kelib ketdi bechora. 진영이 되게 Oxirida hamma unga shubhalanishni boshlaganda jin o'zini yo'qotib qo'ydi, lekin vaziyatdan chiqib ketdi. Siz taxmin qilganingizdek men josusman. Siz 당신은 ayg'oqchisiz. 스파이가 맞습니다. Boya shuga aytganda shugani o'tirishida xudoyim mazza, shuga emasda. Endi bular xushomat qilib jinni ovqatlanish kerak. Qanday tam yaxshimi? Bu rostdan ham mazali. Arim oldingi qismlarida bashorat qilgan edi. Men ayoqchini eshitganda biz allaqachon unga tilanchilik qilayotgan bo'lamiz. Iltimos, menga ham ovqat bering, biroz ovqat bering deb. Endi ular jinga xushomat qiladi va ovqat olishadi albatta. Lekin bular bu xarakterini ko'rish ham g'alati. Haqiqiy anaqa buyog'i borda, shunaqangi ham buyog'i bor. Masalan, pul bor, bu sotsa bo'ladi. Yo'q, lekin o'yin halol bo'lish uchun anaqa qilib o'yinni jindan qolishyapti. Xolos jingilarimni deb o'ylaganman. Dublajda sizlar bilan mandarincha bo'ldi. Uzib kanali uchun maxsus o'zim dublaj qildim. Men juda adolatliman, Alloh qol. Menda eng katta bo'lagi bor, katta bo'lak. Jinda qo'shig'iga raqs ketishyapti. Bu mening musiqamga nisbatan haqorat. Yo'qol bu yerdan. Yo'q, ular juda adolatli, hammasi bir qo'qofli. Bugun qanday bo'ldi? Juda ajoyib bo'ldi. Keling, CP bilan yakunlaylik. Bu bilan yakunlaymiz. C hayajon bilan. P to'liq kuch. Y bu o'yin bizning armiya uchun. Iltimos zavqlaning. Mandarinchalarim, Rambites 15-qism tugadi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Mobita Bantan Telegram kanali tomonidan o'zbek Telegram kanali homiyligida o'zbek tiliga o'qirildi.